Salom do'stlar. Men sizlarga hozir PUBG Mobile Lite o'yiniga cheat o'rnatishni o'rgataman. Tayyor bo'lsanglar ketdik. Buning uchun albatta bizga zarchiver ilovasi kerak bo'ladi. Unga ilovaga kiramiz. Mana hozir Telegramdan yuklangan faylni saqlanib qilib olganman. Buning uchun biz mana bu Telegram degan qismiga kiramiz. Va Telegram failsga kiramiz. Va Telegram failsdan mana bu main ticket obob degan mana shu programmaga bosib turamiz va uni kopirovat qilib olamiz. Va tepani bosamiz. Va xotira mana shunga bosib Android ga kirib olamiz. Keyin obob va mana deyarli tayyor. Mana Content Igliti. Mana shunga kirib olamiz. Mana men tashlab qo'yganman. Va keyin mana buni bosamiz. Keyin o'zi mana bu yerda chiziq paydo qilib yuklanmoqda degan yozuv chiqadi. 100% bo'lganda yuklangan bo'ladi. Mana shunday. Biroz kutamiz. Mana endi zipimiz almashdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like va podpiskalarni kutamiz. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.